Uydagilar meni 3 kunga qishloqqa buvimnikiga tashlab ketishdi. 3 kun nimalar qilganimni aytib bering. Birinchi qilgan ishim Ujis kinolidagi podvolga tushib, kompot ikra olib chiqdim. Podvol mevazorga o'xshaydi. Ikra bilan kompot oshqozonga eksport qilindi. Buvim yildan yilga qarab qo'rqinchli bo'lib ketyaptilar. Keyin internet qidirib o'tirsam, buvim o'sha eski albomni olib tanimaydigan odamlarimni tanishtirishni boshladilar. Keyin suv tashidim. Yo'ldagi tushdi xotinga meni kelin qilib uzatib yubordilar ham. Voy, qaranglar, qora saqich topib oldim. Buni mazasini bilgan biladi-de. Podvoldan paketam topib oldim. Bu nima? Hop, bu Tetris bilaman. To'ylarning kassetasi bu. Disklar, telefon. Buni ham bilmadim nimaligini. DVD-ni simi. Mana Dendi deylardi. Voy, shiribom, vayslar-ku. Mana temir yomon otardik, lekin ikkinchi kun mehmonligim tugadi. Bilib qo'y, dunyoda ish tugashi mumkin, lekin bu uynikida ish tugamaydi. 3-kun sigir sog'dirdilar. Daraxtdan uzun yedim. Keyin ulgurmayotgan uylarini tozalab berdim. Qo'limdagi timsini sizlarga ham tavsiya qilaman. Hidrasi zo'r tozalaydi. Parashoki bor, kapsulasi bor, chirklarni tozalash uchun vositasi, unitaz uchun vositasi bor. Suvi sovuni ham rosa zo'r. Bir pasda ketadigan kunim ham keldi. Doimgidek buvim nimalardir berib yubormoqchilar. Ro'molchadagi pensiya pulini kam kostingga ishlatarsan dedilar. Soddigina buvim, ular uchun 20 ming so'mga hozir ham ko'p narsa beradi-de. Menimcha buvimnikida o'tgan kunlarim eng zo'r davrlarim bo'lsa kerak. Orzuyimizga yetdik. 34 yil orzu qildik va bunga erishdik. Mehnat, shuncha sabr. Barchangizni tabriklaymiz. Butun O'zbekistonni. Bu hammamizning g'alabamiz. Har biringizning g'alabangiz. Siz ekran qarshisida ko'rayotgan har bitta tomoshabin. Uf, buncha kir bularni kir mashinaga sol, parashok sol, ertaga yuborman. Mana yana. O'zi bir buncha kir qolib, hozir tashlayman. Oyjon, mango yegim kelyapti. Mango? Umid tez bor topga. Bor tez. Oyjon, uni yegim kelyapti. Ko'ring. Qayerdan topsak ekan, ha? Tezroq bo'ling, kelin egasi qolmasin. Kelin, yuring do'konga kelamiz. Internetda zakaz qila qo'yaylik, oyjon. Zakaz qilamiz. Telefonim zaryadkasi yo'q edi. Eraman, ertaga qilaylik. Mayli. 5 soatdan beri aylanamiz, kelin. Ha, eng arzonni topmaguncha to'xtamaymiz. To'g'ri, ketdik badromga. Yo'lda qo'yliq ham kirib chiqishlik tarishga bo'lardi bir qopgina. Kelin ujun qilamiz. Nasriyam yo'q, oyjon, keyin yeyman. Kelin tez sut uchib oladi. Ana olibdi. Keyin bitta mamnunizli videoga olaveradi. Uka cho'chi meni, mobil o'g'rifni o'sha borib biznesimga kerak ekan, shunga oldim. Ustozni to'g'ri aytishni o'rganing, sabab shu kerak emas degantinglar. Sizlar bilan kelamiz, deymiz bugun. Oyi, bu kim? Kelinmi? Yo'q, mobilograf. Ana qo'shni ovqat qilganini videoga oldiradi-ku. Nimaga unda mobilograf bo'ladi, nimaga menda bo'lmaydi? Quribni yo'q. Bir nima ishigina. Nima shoqim bo'pti? Kim mehmonlar kelgan? Yuring bilan boramiz. Hozir uyimizga mehmonlar kelgan. Men sizlar bilan tashlaman. Bitta esimim chiqqan olmamsizlar-da, men kitobimni. Men bichini qarayli o'rtoqlar, to'qni ko'tarib qo'ydim. Boshqa olamiz. Men bichini qarayli o'rtoqlar, irib sasib yotibdi. Ichagimni tinch qo'ying. Kim to'ymadi bilan videomizni ro'yga chiqargan ekan o'zim. Qarang. Muammolar bo'lib, dardga to'ldi-da, o'rtoq. O'tirasizgina gaplashaylik. Keyin qaziga kirib ketdim, o'rtoq. Men bu videoga olish shartmi hozir? Endi ishimga kerak edi, o'rtoq. Sababchi taksistsan, qanaqa ish? Hammada mobilograf, hammada esimim chiqdi. Nima bo'pti odam? Mana hozir 3-mijozimizni ham joyiga jo'natdik. Like bosing, komment yozing, sizlar bilan shodi ko'rkov bo'ldi. Tomiz ketganmi sizga mobilograf? Instagram nimaga kerak? Yesi, anu bloger eding-a? Ha. Anu barter qilib ber, barter. Tashali. Erta zo'r joylardan qilib ber, mayli. Like bosing, komment yozing, shodi ko'rkov. Pastki chiziqchasi ham bor. Uydagilarim sizlarga berishga rozi, faqat o'zim ikkilanib turibman-de. Voy, umuman qo'rqmang, men yomon qaynonalardan emasman. Sizga vobshim qattiq gapirmayman. Aynan keting. Ya, odam qazanmas ekansiz. Bu miyada ham ishdan boshqa narsa ham bor. Qarasaqni ham bizga tashlab yuborgan ekansiz. Voy, rahmat. Uyimizda ish ham qoqildi, voy. Kelin, mana bir qoqara kirib qo'lingizda yuving. Abetga 5 qizg'on ma'qul qo'ying, keyin ana o'zingiz qochib ketdi, bolasini ham emizib qo'yishingiz kerak. Ha, bo'ladi. O'zim qilasiz? O'ynarib yotdim. Ha, mana supurgini hamchi. Supurib uni o'qisiz, bir to'rt supurib ketasiz, xo'pmi? Esini chiqarasiz. Qancha zo'rsizlar. Aytgancha oyijon, keliningiz o'qigan. Aylanib ketay, unda ishlashingizga ham ruxsat beraman. Oyjon, to'ydan keyin ishlashga ruxsat beraman dedingiz. Ruxsat? Uyda shuncha ish bor, qaysi birini qilasiz? Hojatxona tozalaysizmi? Vannan tozalaysizmi? Xonadondan oshxonani tozalab tashlang. Jabrimasa uy tomni ochib yopib. Keyin ko'p qizlar o'simidan qo'rqadi-yu. Bizning ro'zg'or o'zi kichkina, to'g'rimi oyijon? Ha. Aka, qalaysiz? Ro'zg'orimiz kichkina deganingiz-ku? Ha, kichkina aka. Nima kichkina ketsin hammasi? Qayerga ketadi? Skenar Buildings mezbon loyihasidan xonadon boshlanib 80 million so'm to'lasa qolgan 36 oyga bo'lib turaveradi. Hamma sharoiti bor, Yunusobodda joylashgan. Zo'r narsa ekan-a? Undan akam ketaman, ketadi. Keyin 5 ta ro'zg'or qolib, mazza qilib yashaveramiz-a? Oyim qolishimga ruxsat bering. Undaga birga ovqatlanib. Tezlash o'rtoqligini ham tezroq tasha, qonim to'yib qoladi hozir. Yaxshi dam ol. Mama qatib yotaman. Qizim, ber ko'rpamni. O'rta daysining bor ekan-a? Ha, lekin adam kuchimga berma deganlar. Zo'r ekan lekin. Qara. Pomadam qani? O'rta o'yini ham barda qilib tashladimi? Xotirani hozir birga yig'ishtiramiz. Qizingiz ham ancha yolg'iz kirib qolibdi. Ha, ancha qo'lidan ish kelib qoldi. Belgi berish kerak. Variantlar bormi? Bor. Anaqa Sevnur. Xo'p. Siz menga yoqib qoluvdingiz, o'shanga uydagilarimni sovchilikka jo'natsam degandim. Voy, bu nima deganingiz? Men hali o'qishim kerak, karyera qilishim kerak, chet el yurishim kerak. Tushunasizmi? Xullas, men hali erga tegishim niyatim yo'q, uzr.
Sevinur, yaxshimisiz? Qarang, oradan 1 yil o'tib ketibdi. Siz hali ham o'sha kiyimdasiz. Men ham shu kiyimdaman. Sovchilik masalasini o'ylab ko'rmadingizmi? Men sizga aytdim-ku, men hali o'qishim kerak, karyera qilishim kerak, chetga chiqishim kerak, ko'proq pul topishim kerak. Ko'rsangizchi? Umid aka, birinchi kursda aytgan taklifingizni o'ylab ko'rdim, sovchilaringiz jo'natsangiz bo'laveradi. Qo'ysang, Sevinur. Men hali o'qishim kerak, karyera qilishim kerak, chetga chiqishim kerak, pul topishim kerak. Qo'ysang, Sevinur. Katta o'sim bo'lsang nimalar bo'ladi? Endi sen Oyjoningni o'ng qulog'isan. Qaysi bilan aybish qilsan? Menga ayting. Shuncha yillik dushman bilan endi do'st bo'lasizlar. Oyjon ishga kelib turmadi. Hozir uyg'otaman-da. Sitor voice bilan 35 minut gaplashdim. Balki yomonlagandir. Rostdan. O'zing baloni ham bilmasang ham, lekin hamma narsani aqllilik qilib o'rgataverasan. Nima qilib qolamiz o'zi? Chikkara bunker degan. Afrikanilik taomi. Zo'r chiqadi, xo'riya. Xullas, sotin rolidasan-de. Yomon tomoni, o'sularing seni chiqishtirishmaydi. Nima haqida gaplashyapsizlar o'sinjonlar? Quloqlar haqida. Eng qizig'i qo'ling shirin bo'lgani uchun shuncha kelin kelsa ham ovqatni baribir senga qildirishadi. Kichkina o'siningga hamma narsani o'rgatib, endi ish qildiraman deganingda 2 qat bo'ladi-yu. Qisqasi yo'q, ikkinchisi bor-ku, bunga nima ish qildirsam ekan deb o'ylab o'tirsam. Iskandar Buildings mezbon loyihasida uy oldik. Yunusobod 19-kvartali ro'parasida joylashgan. Hamma sharoitlari bor, mazza qilib yashaymiz. Siz bo'lsa ham quturgan qaynona bilan yashayvering. Shuncha payt qaynonangni kalishiga patik bo'lgan bo'lsang ham, har doim mehmonga kichkina keliningni olib ketadi. Mayli, sabr. Alohida chiqib ketadigan vaqtlarimiz ham kelib qoldi-yu deganingda. Kelin, shu sizni yaxshi ko'rib qoldim. Hamma kelinlarni chiqarib, sizni olib qolaman.